sen aniq buni bilmaysan. Senga yuzma-yuz haqorat qiladigan odam bilan shunday muomala qil. Diqqat qil. Buni boshqa hech qayerda o'rgatmaydi. Kimdir seni doim yuzingga tanqid qilsa, hissiyot ko'rsatma, jim eshit. Ularning energiyasi tugaydi. Shu payt ko'ziga tik qarab so'ra. Yana aytadigan gaping bormi? So'ng ikkita holat bo'ladi. Agar davom etsa, sokin takrorla. Yana aytadigan gaping bormi? Yana va yana, to yo'q, tugatdim deguncha. Endi navbat seniki. Undan so'ra. Unda nega bularni aytding? Tomosha qil. Ular chalg'iydi, bahona qidiradi. Agar shuni xohladim desa, sovuq ohangda ayt. Men seni nima xohlayotganingni muhim deb o'ylamayman. Shu jumla ularning ustunlik urinishini sindiradi. Keyin telefonga qara, vaqtni tekshir va ket. Go'yo ular hech qachon ahamiyatli bo'lmagandek. Shunga o'xshash real ijtimoiy vaziyatlarni boshqarish psixologiyasi Telegramdagi Psixo sirlar kanalida. Link bioda.